Xo'p do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Sergeli mashina bozoridan qiziqqanlarga Sorento, Kabish, xo'p Equinox, Malibu har xildan avtolar video tayyorladik. Videoga like bosib, kanalga ham obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Barchaga rahmat. Xato va kamchiliklar uchun albatta uzr so'rab qolamiz. Xo'p do'stlar, Hyundai Sonata 22-yil kraskalari qanday ekan mashina? Toza kraskalar. Kraskasi toza 5-pozitsiya dedik-a? Ha. Mana. Polon holati ham zo'r, o'zining radno diskalarida, kraskalari toza, polni panoramli tom. Bismillah. Mana salon holati 10.489 km yuribdi. Multirul, kojinli o'rindiqlar, terletmaydigan perforatsionli, mana. Mayog'i bor, tayyor. Yurgani ham kam ekan aka buni. Aka moshina, sizning masla. Aha. Qoladi menga tamom. Faqat shirasini olish kerak, tamommi? Narxini nechga so'rayapsiz aka buni? Narxini 30.900 kelishni beramiz. 30.000 kelishiladi. Mana berdi aka. O'rtasida mana. Sekretni kulib chaladi odamlar. Zo'r ekan. Mana do'stlar, orqa tomonlari. Qanaqa bo'ladi? Faqat naqdmi aka, variant olib beraveramiz. Avtokredit naqd bo'ldi, bas. Avtokredit naqdda bizda. Tushunarli. Nomeringizni berib qo'ying aka. 91lik 545 86 16. 91lik 545 86 16 midi? Alloh qachi qo'yaradi. Mashinaga javob xudo xolasa. Mashinaga javob. Kabish ham sizdanmi aka bu? Kabish ham sizdan aka. Sizlar kabish ham bor ekan, qop-qorasi. Bu GT-mi aka? GT Line mi bu? Ha, puli. 16.5. GT Line qorasi. Mana. Polon holati. Kraskasi qanday ekan mashina? Toza akajon. Toza, nechinchi mashina? Yili? 23. 23-yil. Xo'pda ko'rsatib ketaylik. Salon holatini. Qiydoq displey bor mana. Polni panoramli tom. Yo bismillah. Ha, 2314 km yuribdi bor yo'g'i. Kelasizlar, ko'rasizlar mashinani holatini, usta bilan kelib albatta probek kraskalarni tekshirib olishni maslahat beraman. Kimdan olishlaringizdan qat'iy nazar. Mana salon holati, Bose akustikalari bilan. Mana bu yoqlari ham akkuratni turibdi o'rtoqlar. Necha motorlik bo'ladi aka bu? 2.5 mi? 2.5. Atmosferlik. Top spoilerlar zavodskiy o'zida bo'ladi. Buni qancha qilib berasiz aka? Buni 36.000 kam bor. 36.000 savdosi bor. Savdosi bor. Mashina zo'r ekan lekin. Zo'r ekan. Boyagi nomermi aka? Bitta eslatib ketaveramiz nomerni. 91lik 545 86 16. 545 86 16. Nomerlarga chiqaveringlar. Bemalol tijorat bo'lmasdi. Bu ham sizdanmi aka? Bu ham bizdan aka, ko'ring. Kia Sorento. Yili 22 bu. 22. 23 shunaqa, to'g'rimi? Oldi ko'rinishi. Keyin o'zgarib ketgan, to'g'rimi? Keyin o'sha morda boshqacha. Aha. Kraskasi toza. Motori bir joyda o'zimiz mingan mashina bor. 2.5 3.5 motor aka buni. Qo'li bu, oxirgi pastda. Aha. Kojinli o'rindiq, perforatsionli 14.493 km yuribdi. Mana do'stlar. Shaybali Sports 7 mestalik. Olaman deganlar uchun. Bu ham naqd avtokredit, to'g'rimi? Ha, bu ham naqd avtokredit. Barter bo'lsa bemalol. Ha, barter ham qilaveramiz. Mashina olish xizmati ham bormi aka? Trading xizmatlari? Biz sotaman deganlar bo'lsa. Ha, bo'ladi. Qanaqa mashina olamiz biz? Farqi yo'q. Captiva'mi, Malibu'mi? Olib qolaveramiz. Centra olib kelaversin. Farqi yo'q. Mana. Qancha qilib berasiz aka? Buni plyonkalarni tortib tayyor qo'yilgan. Aka, buni 41.900 kelsa beramiz buni. 41.000 savdosi bor. Tushunarli. Ha, Captiva'ni ham ko'ring. Ha, bu ham sizdan, Captiva. Nechinchi yil aka bu? 18 bor akajon. Kraskalar top toza mashina. Captiva 4 ekanda, toza. Toza 4. 2018 yurgani qancha bo'ldi aka? 14.000 aka yurgan. 14.000 zo'r. Mana o'rindiqlari ham ezilmagan. Mana salon holat. 2.4 motorlik bo'ladi. 2.4 motorlik.
oldi tomonlarini ham ko'rinish. Buni qancha qilib berasiz aka? Buni 25 ming dollar kelsa beramiz aka. Lekin buni Captiva'ni mingga ishqibozlar biladi lekin. Shunday. Yangisini sostanisini biladi aka. Mingga shunga odam. Shu ideal ekan olaman deganlar uchun. Nomeringizni berib qo'ying. 91lik 545 86 16. 545 86 16 ga aloqa chiqaverasizlar. Mana Malibu bir bizdan va ko'rishning xolasiz. Ha, bu ham sizdan biri? Ha, bu ham bizdan. Yarim bozor o'zi bizdaniki aka. Mana shundan biz yili 15 yil akajon. 2015. Buni Olimpiya игрокlarga berilgan bu faqat 15 yil. Ha. Mashina sostanisini ko'rib, 3-pozitsiyasi avtomat. qilishda turibdi aka. Bu paytda hech kim eshitmaydi. Bitta televizor Bilmasam. Chunki siz Olimpiya chempion bo'lmagansiz. Holat avtomat 3-pozitsiya. Salon holatini ko'rinishi. Buni qancha qilib berasiz? Ha? Rais necha pul qilib berasiz buni? Buni 16 ming dollar buni ham kelishda beramiz. Kraskasi qanday? Kraskasi top-toza akajon. Savdo qildim, bozor nima deydi? Birinchi bozor nasib bo'lsa akajon. Birinchi bozor, ha? Ha, birinchi bozor. Kelishadigan joyi bor. Kelishadigan joyi bor. Nomeringiz aka? 91lik 545 86 16. Bemalol aloqa chiqaverasizlar. Malibu, Captiva, Kia Sorento, Yana haftadan Prado olabizmi? U yoqqa borish kerak-da faqat. Nari qatorda. Prado bo'yicha ham telefon qilishaversin. Bemalol. Gap yo'q aka. Xo'p do'stlar, Gentra ishqibozlariga 2023 oppoq top mida propan gazlari bilan tayyor ABS'lik qo'shimcha ventilyatorlari ham bor ekan, tayyor. Balon holatlari ham o'ta go'zal. Xo'p, kraskasi toza, bor yo'q 14 ming kilometr yurgan mashina do'stlar. Mana salon holatining ko'rinishi, monitorlari bor, tayyor. To'liq faqat bez lyuk avtomat. Ko'raverasizlar. Narxi ham o'ta go'zal o'rtoqlar. 13500 bo'ladigan ekan, taqalgani berib yuboriladi. Oldi orqa Amerikanka optralari bilan. Xo'p, 93lik 519 0404 aloqa chiqaverasizlar. 90lik 187 59 39 ga. Equinox ishqibozlariga o'rtoqlar, Equinox bor ekan, 21-yil oppoq. Aka nechinchi pozitsiyasi bu? eng fulli. Eres, ha? Eng fulli. Mana. Kraskasi toza. Tonirovkalari bor ekan, mana tayyor. Mana salon holatini ham ko'rinishi. Bosi bo'lar ekan. Akustikalari 71559 km yuribdi do'stlar, mashina. Mana. Ko'raverasizlar. Kelasizlar, ko'rasizlar mashinaning holatini tekshirib, tirsa qo'yaverasizlar. Mana orqa tomonlarini ham ko'rinishi. Equinox. Ya bismillah. Mana. Holatiga gap yo'q. Oladi biladi, xarajat qilib o'tirishmaydi, xudo xolasa, tayyor. Tumanga qo'yilgan. Tumanka hamma tomon tayyor. 2 oy bo'yona dekabrga. Hadovoylari ham zo'r. Yaxshi mashina, tano. Qancha qilib beramiz aka? 26 mingga berib yuboraman. 26 ming berib yuboriladi. Ozmoz xayriga o'tib beramizmi? Ha, 3 so'm o'tib beraman. Aha, faqat naqdga yo variantlar? Naqdga. Faqat naqd. 91lik 242 43 ga aloqa chiqaverasizlar akalar. Xo'p do'stlar, Malibu ishqibozlariga 2.4 motorlik polni primer qilingan, to'g'rimi bular? Modeller chiroyli, tayyor qilingan ekan. Kraskasi aka mashinani 22500 kraska toza. Kraskalari toza ekan o'rtoqlar. 91lik 242 43 ga aloqa chiqaverasizlar. Charm polon, polni panoramlik tom, 2.4 motorlik. Mana salon holatini ham ko'rinishi do'stlar. 108.225 km yuribdi mashina. Orqa tomonlar. Bular Malibu. Primer qilingan ekan, polni oldi orqalari. 22.500 so'rashyapti ekan, kamini qilib berishar ekan. Aloqa chiqaverasizlar, benzin ekanda mashina. 2.4larga bemalol metan gaz ham qo'ysa bo'ladi.
Qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xarajati yo'q, oladi bunada, xudo xolasa. Tayyor. Oldilari bilek piyano bo'lgan ekan. Arkadaşlar